Ko'taring endi, ko'taring. Salom do'stlar, barchalaring guvohligilarda bugun biz Bravo jamoasi a'zosi Shahlo xonimni admini bilan bog'lanib ko'ramiz. Vodiyga, ya'ni to'y xizmatiga taklif qilib ko'ramiz, necha pul baho aytar ekanlar. Birgalikda bog'lanamiz do'stlar. Ketdik. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum. Shahlo xon adminlarimi aka? Ha, ozgina shovqinroq kelyapti, ovozi tinchroq chiqarish iloji bormi? Aka, biz Vodiydan telefon qilib turgandik. Hop. Shahlo opani salomga to'yga taklif qilmoqchi edik. Vodiy qanchaga aka? Namanganga. Hali qilyapmiz aka. Xizmat qanaqa bo'ladi aka? Hop, agar to'y payti to'yxonalar o'zi bo'ladigan bo'lsa 2000 qilyapmiz. Xonadonda bo'ladigan bo'lsa 2,5 ming qilyapmiz aka. Ha, nimaga xonadonda alohida-yu, to'yxonaga alohida? To'yxonada bir salom o'zi bo'ladi, xonadonni sal ajratib ko'proq beramiz. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Katta rahmat aka, sizga telefon qilaman. Bo'ldi aka, men masalan telefon qo'yay aka. Xo'p bo'ladi. Rahmat aka. Ana aziz do'stlar, hammalaring guvohligilarda biz bugun Bravo jamoasi a'zosi Shahlo xonimni Vodiyga to'y xizmatiga taklif qilib ko'rdik. 2000, to'yxonada bo'lsa 2000 dollar qilib berishar ekan, xonadonda bo'lsa 2,5 dollar qilib berishar ekan. Biz Shahlo xonimning ijodiga omad tilaymiz. Xalqimiz yaxshi kunida xizmat qilib charchamasin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Agar video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz degan umiddaman. Hurmat bilan Kamina, Yashlar Ziyo sizlar bilan. Sog' bo'linglar.